Ekranıdaki qadrli görürmənlər yaxşı turdunlarmı? Huzuruңlarda болып atqаны Beyjing Ipek Yolu Ömlük Мәдәният Taraqtish guruhi ishlashni o'z ustiga algan Ömlük Sadasi programmasi. Men program riyosatchisi Mahin Rozi. Bugunmi albatta bu program orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligim mening xushallaqim. Xo'sh qadrli ko'rurmanlar, biz bugungi programmamizga intayin aziz bir mehmonni taklif etdik. U bo'lsa-mu Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining a'zosi, kinochilar jamiyatining a'zosi, Xinjiang radio kino televiziya teatrining davlatlik birinchi darajalik ovoz artisti, atoqli naqshchi, talantli aktyor Gulbahor Ro'zi xonim. Qarshilmanada, xush kelibsiz. Xush kelibsiz Maynur singlim, yaxshimi? Yaxshimi da. Oldi bilan ekran oldidagi ko'rurmanlarga bir salom yo'llaysiz. Salam ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Men Ömlük Sadasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursand bo'ldim. Didor g'animat. Shunchalik meni faxrlantiradigan bir savol borchu. Mahin Ro'zi yaxshimisiz? Gulbahor Ro'zining singlisimiz? To'g'ri. Men aslında ben xo'shib ketman bu gapni anglabchu. Sizga o'xshash qalbi go'zal, nayt iqtidorli bir adamimizniki singlisi deb qarag'anligida men xo'shib ketman rasmini eshitdim. Shu, menga shunday dedi Maynur Ro'zi bilan sizlar och singlimmi deb, ha deb javob beraman. Men deyman. Chunki sizdan bak faxrlanaman, sizdek singlim bo'lg'ini. Bak yaxshi. Rahmat ada. Endi boya men tanishtirgan chaqda bir qator so'zlar bilan tanishtirdim. Chunki mayli naqshchilik sohasida, mayli ovoz artistlik sohasida, undan boshqa yana aktyorlik sohasida ham o'zingizniki talantini joriy qildirib kelyapsiz. Ana shuni so'rab baqqim keldi. Tunji qatim rol olgan filmingiz qaysi? Kino studiyasining artist tanlab, shuningdek Sayib Jamalning o'limi, Mushunda meni Didakning roliga tanladi. Tunji kinoga qatnashib, san'at hayotim mushundan boshlandi desam bo'ladi. Bu sizning nozik vaqtlaringizda. Shu. U vaqtda hamda kinolar qatnashdigan qandoq bo'ladi? Qandoq bo'lganda deb bizning adanglik artistlar rol olgan ekan. Shundoq bo'lsin, men shundoq tirishib bu Didakning rolini hali muvaffaqiyatli o'rlab chiqandim. To'g'ri, u film bizga ajoyib ta'sir qilgan filmlardan. Shundoq. Undan boshqa keyin mushu televiziyada sizning mushu filmning bosh naqsini aytganligingizni ko'rib qoldim. To'g'ri. Bu shu vaqtlarda men kichik bo'lg'achqa mushu Sayib Jamalning o'limining naqsi mush quloq tubimda jaranglaydi. Vang aytib, kichik aytdim-da. Keyin menga mushtaq fursatlar bo'lib, mushtaq Xinjiang televiziya stansiyasining mashrab programmasida mush naqshini o'rlab chiqdim. Bugun albatta mush bir kuplet aytib hamsiz unumayman. Hech taqma. Bekchilarlik naqshada bir anglaylik. Mayli amsa. Mening bu qalbim sudem mupakiz, beg'ubar osmon xiyolim cheksiz, zarlik rumolim so'ysa yuzimni, men go'yo yumron yupormoqda qiz. Rahmat ada, rahmat. Shu filmni bir eslab chiqdim men. Shu vaqtlar esim kelyapti meningmi. Nechinchi yillarda bu? 85-yili. 85-yillarda sizning aktyorlik hayotingiz shu film bilan boshlangan. Undan keyin bir qator filmlarda rol oldingiz, deyman. Men Muqam bilan o'tgan hayotda shu bosh rol Rahmonning ayoli Almaxonning obrazini yaratdim. Salbiy obraz. Buni o'rlagandim hamda bak salbiylik obraz bo'lgandan keyin buni bak oshirib etsam, teqi bo'lmaydi. Mandaqroq o'ynasam, mijiq bo'lib qoldi. Ishqilib o'zimni qattiq tirishdim. Chunki mandaq dangliq san'atkorlar bilan rol o'ynamoq tas bo'ldi ekan. Shunchalik tirishdim. Bu film qo'yilgandan keyin ko'rurmanlarning yaxshi bahosiga erishdi. Asli kasbingiz nima edi sizning? Asli kasbim men aktyor bilan naqshi tarbiyadan. Keyin qo'shimcha satamni o'rgandim dedim san'at maktabida. Ish qilib bir qator duta chelish, satar chelish, gitar chelish degandek shundaq o'zim san'atni bak yaxshi ko'rgandan keyin shuningga bir o't bor ichimda. San'atga munosabat san'atga har qanday ish bo'lsa yonmayman-ku. Unda o'z bugunmi yonmaydi. Nahmeda naqshingizni birini anglamdi qoldi bilan. Açtaqma? Anlayli. Şu
men endi üsüp yetilishimdilam uyning to'rida bir dutta asirliq turadi ekan. Dadam dutta chaladi ekan. Men biz ziyoli oilasida tug'ilib cho'ng bo'ldim. Qachon qarsam dadam ishdan kelib dutta chaladi. Men ingidan chiqmay shu bir dutta ishtiyoq bilan duttani bek kichik o'rgangan 14 yoshlarga borganda men xalq naqsim xili yomon emas aytadigan darajaga yetgandim. Shu vaqtlarda men bunda qoro joylarda cho'ng bo'lg'ashqa meni mishta qorodikilar kechkicha men daraxtga yomishib olib naqsh aytishni yaxshi ko'rardim. Yuqoriga chiqib aytatdim qilsam mening qo'lim qo'shlarim mundaq bilsam cho'nglar mush qiz cho'ng bo'lsa cho'qim yuqori o'rinlarga berib ishlaydi. Qachon qarsa daraxtning uchiga qarab daraxtning uchiga chiqib olib naqsh aytadi deydi. Haqiqatan to'g'ri debdikan. Men mush Abdunurayning mushundaq cho'ng sahnlarida, masalan Qurboniyat, Ro'zayat, Mashrab programmalarida degandek, hozirgidek mushtaq o'mlik sadas programmalarida taklif bilan mushundaq qatnashyapman. Mush munosabat bilan mushundaq sharoitni yaratib bergan. Men tug'ib cho'ng qilgan ota-onamga, xizmatdoshlarimga, aziz xalqimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Sizlar bo'lg'ashqa mening bugünkidek kunim bo'lgan deyman. Shu vaqtlarda qachon qarsam mushnaqshni aytatdim. Shamishagi don ketgan Qashqaning onori bor. Qashqaning onori bor. Anjiri ajab shirin ko'ngillik bahari ba. Ovozing bakadasida. Rahmat. Unda bo'lsa, ana shu uyning to'rida esliq turgan dutlarni qo'lingizga bir olsangiz. Dutlarlik naqshini birini anglaydi edi. Bo'ldi, undaq bo'lsa, naq maydondagi ko'rarmanlarga o'g'lim Kamran bilan birlikda Tashna degan naqshini o'rlab bersam, yoqtirib anglag'aysizlar. Bo'ldi ada, qani, marhamat. Tashna bulup yollarınğa küssem yar seni. Ayrılışqa kepsem bugün bilsem köngülüngni. Tashna bulup yollarınğa küssem yar seni. Ayrılışqa kepsem bugün bilsem köngülüngni. Qaçırmagin gözleringni bunchila mendi. Yarım sana etib alay yürek sözümni. Qaçırmagin gözleringni bunchila mendi. Yarım sana etib alay yürek sözümni. Kessang muket meni tashlab yeni yar uchun og'rinmayman
muhabbet nime dostlarım kim düşmenin kim oylanıp yetti aldanmayan düşmanlarning yolg'on so'ziga vafodorlik muhabbatning turiga bilsam kutay seni bir umr tashna yo'lingga yaşaylı bu dünyada şıklıysak gülsek kütey seni bir ömür teşna yolunga tan yaşaylı bu dünyada şıklıysak gülsek yaşaylı bu dünyada şıklıysak gülsek Rahmet canımdan nimde çıraylık nakşa bu. Andın ki ben hazırgıca da bunca ola çoğun oğlunuzun bağlığını bilmeydikken ben. Nurgun Kameran çoğun tuttuğucumu. Oğlum sanat mektebini bitirip, Abdunum raylık opera ömek taksim kılınıp, işlevatıdı. Elbette, kameramı menimce uzakı bağmağın vaqt içinde özünün kəsbide çox nəticələrini qazanalaydı. Çünki qandı bağməsi var. Şundaq. Gitarını nayit çıraylık çaldı. Mən bu tələbini yuqur qoyum, bana naqş italaydı, gitar çalalaydı, aktyor, artisti özü. Şununğa hem tırsa, çoxum yaxşı nəticələr kütüb durdu deyə oylayman. Köp qırlıq tərbiyini çıxı dəkcüm o. Rahmet. Sənət ailesi. Həqiqətən sizlərdən fəxirlənimizdə də. Avaz artistlik xizmətlə şoğulunatqılı qançək vaxt oldu? Avaz artistlik kəsbigə şoğullanğılı bu yıl mən 32 yıl bopdu. Avaz artistlik kəsbini mən intayın bək yaxşı görmə. Bunun da 32 yıl jarayonida o'xshamagan personajlarni salbiy rol, ijobiy rol, qo'shimcha rol, cho'ng kichik demay shunday personajlarga ovoz berib, ko'rurmanlarning huzuriga sungan bo'ldim. Ko'rurmanlarmi nurg'un xatlarni qoldirib, nurg'un takliflarni berib, mening ovozimni yaxshi ko'rganligini aytib turdi. Men intayin xursand bo'lman, xalqimdan bek rozi. Ko'rurmanlarimiz his qilyapti hozir. Yiliq filmdagi ash ovoz shu ken deyishyapti hozir. Adam shu 32 yillik ovoz berish hayotingizda ijobiy rollar ko'prakmi, salbiy rollar ko'prak? Men endi salbiy rollarni ko'proq yoritman. Menimcha salbiy rolga ovoz bermaksan qiyin. Salbiy rolga ovoz bermak haqiqatan qiyin. Ovoz bergan vaqtda uning obrazni yaratmasak bo'lmaydi. Yili vaqirayotgan, yili jig'layotgan, yili shunda bo'lgandan hatto boshlarim qiyib ketadi-ku salbiy rollarni bergan. Lekin qo'yilgandan keyin xalqimiz garchi tillab turib ko'rsimi, muvaffaqiyat bo'pti, yetibdi deb o'zim rozi bo'laman. To'g'ri. Shuningga Qashqar televiziya stansiyasida ishlatdim ayni vaqtida. Keyin Abdunum rayonlik televiziya tarjima markaziga yetkilib keldim. Shu jarayonda masalan Tökmet degan filmda buningdimi Lidiyaning ovozini beribdim bosh rol. Matilda degan opposite salbiy rolni beribdim bir vaqtda. Ana bola ikkisiniki qaynapa, birisi qaynapa, birisi kelin. Shunday beribdim. O muvaffaqiyatli bo'lib, bizningki Qashqar televiziya stansiyasining tunji shu filmda shunday muvaffaqiyat qozongan hamma artistlar shunchalik yaxshi yaratgan obrazlarni. Amniyat men o'ylayman.
Mush özünüzdeki mijoz xarakteri, mush gap söz qilgandiki sizniki talaffuzunuz canlıq holatınız filmdeki aşı mayli salbiy olsun, mayli ijobiy olsun, canlılıqni, texim obrazni texim yaratib beralaydı deb o'ylayman. Texim yaratib bergan deb o'ylayman. Shu. Chunki bu mijoz xarakter obrazni singishir ekan emasmi? Shundoq. Endi Haliqdek ba'zilarda kitiki shunchalik ochiqni yomonmidi deb o'ylab ketaman, lekin unchalik ochig'immi yomon emas, ochig'immi yo'qmi emas hamda. Zahrim bo'lish kerak ku artistniki. Shuningga ko'pincha salbiy obrazlarni yaratib qolaman. Aktyorlik sohasidami hamda o'zim shuningda o'qigandan keyin aktyorlik kasbini hali joriy qildirdim. Buningda masalan Qurbon aytliq o'ynash deymiz, ro'za deymiz, mashrab programmalardan nurg'un etotlarni oynab chiqdik. Buningdimi cho'ng onaning obrazini yaratdim, salbiy obrazini yaratdim. Shuningda har holda ish qilib muvaffaqiyatli bo'ldi o'rinlagan rolim. Menimcha, men mushu kasbimni yaratqachqa shunchalik diqqat qilmadi. Har bir yaratgan obrazingchi haqiqatan shu odamning uygularga berib ketgan-jimi, bak yaxshi ko'rmadi. O'zim bak tirishman, chunki endi men san'at maktabining san'at sinfida o'qigan bo'lganligim uchun u vaqtlarda sharoitimiz faqat yaxshi emas. 40 o'quvchi qabul qiladi-ku. 40 o'quvchi qabul qilgandan keyin buning ichida aktyormi bor, muzikantmi bor, usulchim bor, hammamiz Opçulam o'qigan bo'lgandan keyin masalan umuman madaniyat darslarini opcha anglaydik. Bunda bo'lgandan keyin bizning sharoitimiz faqat yaxshi emas. Aktyor darslarni o'tganda hatto yotoqlarga kirib o'tadi-da. Shuningga endi yaxshi o'qigan bo'lsam-mu, masalan, lekin endi to'liq yuqori o'rinlarga berib o'qiyolmaganligim uchun men shunday danglik san'atkorlar bilan etot o'ynash nurg'un fursatlar kelgan vaqtda boshqadan 5 qatim oynasa, men 10-15 qatim uyga berib shunchalik tirishima. So'zlarni shunchalik deyman. Qayta nimishqa deganda, mushu obrazni yaxshi yaratolmay qolsam, boshqa san'atkorlarga ta'sir bo'lib qolmasin deb shunchalik tirishima, lekin oxirida muvaffaqiyatli chiqdi. To'g'ri. Ko'rmanlarimizmi his qilib yetdi, o'zingizga qo'ygan talabni bak yuqori qo'ydik ekansiz. Talabni bak yuqori qo'yma, o'zim bak astoydil. Meni bir programma va yoki bir kechiliklar taqsim qilinib qolib qolsa, mayli kiyim jihatdan bo'lsin, mayli har qanday jihatdan bo'lsin, men nayt astoydillik bilan shunday muomala qilaman. Etot o'ynaydigan deb bir programmaga chiqib qolib qolsam-ku, men uyning butun dasturxonlaridan tortib narsalarni men tayyorlab ko'tirib chiqaman. Hatta naqsh urilgan artistlarga hatta oyoq deysiz kiyim kechak bo'lsa, yo'ldishimning narsasini achib birib mushundaq urilib kelgan yerlarim bormi? Shuning uchun mana sahnalarda san'at ichimda bir o't kuydi. Shuning uchun mana sahnalarda eng go'zal holatda jilvilanayapti sizda. Shuning uchun eng zo'r shon sharaflarni qo'lga keltirdingiz deb o'ylayman. Gulbarada ko'rmanlarga ma'lum bo'lgandek, boya biz ta'riflab o'tgan ana shu iqtidordan boshqa yana biz naqshchi deb tunib kelayotgan ataqliq san'atkorimiz. O'zining go'zal naqshlari bilan sahnalarni beyitgan Gulbarada. Unda bo'lsa navbatda yana bir naqshingiz bir anglaydi. Menimcha ko'rmanlarimiz mushu riyosatchi gapni bir jiq qilmasa, shu naqshni bir anglasak deyotdi hozircha. Rahmat. Ikkinchi naqshingiz bir anglamdi. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlarga tuvandagi xalq naqshini o'rlab bersam, yoqtirib anglag'aysizlar. Qani, marhamat. Taşlaşmağan, taşlaşıp çıdaşmağan, taşlaşıp çıdaşmağan. Neticel bile yürüp, kankıdek mungdaşmağan, kankıdek mungdaşmağan. Oy, kankıdek mungdaşmağan. Rudu detmen bala, kolda yugan ketmen, kolda yugan ketmen. Dedangni
Manga etme bala, men senden tula dertmen, men senden tula dertmen. Oy, men senden tula dert. Ayımını sayım depmedle, merimni sayım depmedle, qambani sayım depmed. Yaxshi ko'rdim deb qo'ysam, bir qarab qo'yapmidle, bir qarab qo'yapmidle. Oy, kel o'ynayli bog'larda, bu ko'nglik chog'lar. Ishkangdan to'la o'sam, manga kuydu demsen, manga kuydu demsen. Menden başka yari yok, kuyup öldü demsen, kuyup öldü demsen. Oy, kel oynaylı bağlarda, bu ko'nglik chog'larda. Kel oynaylı bağlarda, bu ko'nglik chog'larda. Kel oynaylı bağlarda, bu ko'nglik chog'larda. Aslında isem körümenler aldı da azırak hicil oldum, bomuz tas kaldım usul oyunu metkili. Rahmet. Bekçiralık ettiniz zaten. Ameliyatda faaliyetlerimiz, keçiliklerimiz sizden bana muşunda güzel halk nakşıları bilen beyip geliyordu bu arada. Ama bayağı özünüzüm dep ettiniz, meyli kiyim keçek, meyli yasınış, meyli muşu kesipteki her bir halkılağa en yukarı talabını koyman dep. Muşu en yukarı talabını koyuş jarayanda menimce ailedekilerinin kollaşıdan ayırıp kargılı bulmaydığı deymen dep oylayman. To'g'ri, ailening qo'llash bo'lmasa bundaq muvaffaqiyatlarim qo'lga keltirgili bo'lmaydi deb o'ylayman. Mening yo'ldoshim Moliya iqtisod universitetining professori, Germaniyaning Munixi dashiyosida o'qigan. Shunday zo'r bilimlik yo'ldoshim. Dangli bo'lay shu banada. Yo'q, maqtash kerak. Bizni shunchalik qo'llaydi. Meni qo'llaydi, o'g'limni qo'llaydi. Qo'llag'ashqa mening har qanday kiyim-kechaklarimni yo'ldoshim tanlab berdi. Ama aşta anlagandım da. Gülbahar Roz'un kiyimlerini yoldaş çok renglerini maslashtirib berdi deb. Şu bizni shunchalik qo'llaydi. Ma kiyimni kiyib chiqsang shuna chiroyli chiqsa, ma naqshning teksti bo'lmabdi. Tekstini manda to'liq olmasang bo'lmaydi. Deb menga shunchalik ko'ngil bo'ladi. Shuning uyda bizning hamda qanda musiqa chalayli desak, biz naytdi xushallik bilan yo'ldashim buning qo'shilib nayt birlikda berib, ani ilinglar, mani çalsang deb bizning uydami musiqa shunchalik ko'p. Meni shunchalik qo'llaydi. Mush munosabat bilan yo'ldashimga alayda rahmat aytaman. Albatta rahmat aytamiz. Sizning eng güzel natijalarınız ana shu oilaniki qo'llashidan kelgan. Shundoq. Gulbarada bugun aytimi qisqagina vaqtda qisqagina mungdashdik. Amaliyotda paranglarimiz bek ko'p. Shu. Programniki vaqti qisqa bo'lganligi uchun o'sha yerda xo'shashib turaylik deb o'yladim. Ammo mening tiligim shuki, Gulbarada güzel naqshlaringiz hargizmi to'xtab qolmasin. Albatta, idarada ovoz artistlik xizmati bilan shug'ullanyapsiz. U kasbni normal epmeyapsiz. Balkim shu jiddiychilik tufaylidan nurg'un naqsh aytishda, yangi naqshlarni chiqarishda bizning ehtiyojimizni qamdab bo'lamagan bo'lishi mumkin. Shundoq. Chunki biz Gulbaradam naqshini esitibdiga, yana yangi naqsh chiqibdiga deb taqozo bo'lyapmiz emasmi? Cho'qim meni davomli qilishim. Rahmat bugun Ömlük Sadası programmasi orqali sizlar bilan didorlashganligimdan, xalqim bilan didorlashganligimdan intayin bek zo'r xushallik his qildim. Sizlarga rahmat. Rahmat jinimada. Program guruhimizning sizga ko'ngil so'g'isi va shimbo badan asrash chaylari. Qo'y rahmat. Texmi go'zal bo'lib ketdi. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, mening suyumlik hadam ko'p qirliq san'atkor Gulbahor Ro'za xonim bilan qisqagina bo'lgan suhbatimiz mana shu yerda oxirlashdi. Albatta, eng go'zal tilaklarimiz yanada atoqli san'atkorimiz Gulbahor Ro'za xonim uchun rahmat. Rahmat. Xo'sh, biz Kingston programmamizni ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.